Oturup duruş yo'q edi. Mana qis qilaveradi o'tirib tursa. Hozir yo'q. Mana bemalol. Hech qanaqa bir ukol dori yo'q. Mana bu yoqqa o'tira olmasdim mana. Hech qanaqa ukol dorisiz. Mana turyapman. Xudoga shukr deyapman. Bolalar ham xursand hammasi. Oyoq og'rig'ini dori ichmasdan tuzatish mumkinmi deb so'rashardi. Mana yana bitta misol Orziqul akamiz Forish tumanining Osmonsoy qishlog'idan mana topib keldik shu yergacha. Qanday qilib oyoq og'rig'idan qutulganligini 3 kun ichida gapirib berishadi. Orziqul aka, sizda qarang, qanaqa bo'lib og'rirdi oyog'ingiz oldin? Oyog'im tomir tortib qolar edi. Men shunday qilib o'tirsam bo'ldi. Unaqa yoza olmas edim. Mana hozir bemalol. Ha, chaqirardim, bolalar kelar edi-da ko'tarardi. Uni futbolda ko'rib qolgan ekan, tomir tortsa ko'tarishini bolalar. To'xtang dada dedi, shunday ko'taradi, turadi, keyin bo'ldi dedi, qo'yaveradi. Itki uni ko'rib qiynaldim, yomon qattiq qiynaldim. Ikki oyog'im ham tomir tortib qoladi. Tizzamda ola olmayman. Keyin YouTube'da ko'rib qoldim buni. 2 marta izlab topdim-da, 2 marta ko'rdim. Birinchisidan mana aytaylik, Orziqul akamiz birinchisida ko'rib, keyin yo'qotib qo'yibdi. Ha? Yo'qotib qo'ydim dedi. Yo'qotib qo'ydim, topolmay qoldim. Keyin yana qidirib boshqasi chiqib qoldi. Mo'ysafitning chiqdi. U ham konkret aytdi hammasini. Qiziqdim, boyagi firmaning nomlarini ko'rsatib. Mana Zenso Farmni, mana elektron mahsi paypoqlari. O'shandan keyin bir ayol kishini ham ko'rdim. Endi kimdan keyin bolalarga maslahat qildim. Aytdim, olmasang bo'lmas ekan. Keyin esa dedi, bansaga borib bir ko'rib keldi. Bansaga bordim, ular aytdi, shu yoqqa yotasiz, u yoqqa yotasiz, bu yoqqa yotasiz dedi. Bundan 2 yil oldin sanatoriyada yotuvdim. Naq bir 6 million pulim ketdi, hech narsa bo'lmadi. Hech narsa bo'lmadi, 6 million pulim ketdi. Bo'lmagandan keyin tavakkal yurdim, issiq sovuq qilaman. Ana pechkani qo'yaman. Yozi kuni o'sha pechkani qo'yib o'tiraman. Mana shunday qo'yaman, muzlab ketaveradi. Grelkalar yotdi, qo'ymay qo'ydim. Pechkasini ko'rsataylik mana. Shu pechkada qo'yardi ekan oyog'iga. Oyoqni qo'yib qizdirardim. Zo'rga uxlardim. Bo'lmasa uyqu yo'q. Mana bu paypoqlarni ham ko'rsating. Bu yoqda paypoqni yecholmasdim. Hozir kiymayman. Grelkalar ichida suv yo'q. Suvlari bilan tashadim hammasini. Hozir ular kerak bo'lmayapti. Kerak emas hozir. Mana hozir bugun to'yga borib, mana bunaqa bo'lib o'tirdim. Bemalol oyoqni chayqashtirib o'tirib keldim. Ha, tura olmasdi dedingiz, bitta turib ko'rsatingchi mana. Mana bemalol. Biz o kutib olgan o, nari yoqqa bordingiz. Ha, u yoqqa chiqish yo'q, u yoqda bunaqa qilib yurardim. Doktorga bordim, bir oyog'ingiz kalta bo'lib qolibdi dedi. Iya. Osish kerak, bosish kerak. Men aytdim, to'xtabdir dedim. Endi dedim, buni olamiz dedim. Hozir mana bemalol yuribsiz. Xudoga shukr hozir. Hech qanaqa kalta-falta emas. O'tirib turish yo'q edi. Mana qis qilaveradi o'tirib tursam. Hozir yo'q. Mana bemalol. Zo'r. Mana jonli misol, o'zingizlar mana ko'rib turibsizlar, hech qanaqa bir yolg'on yo'q. Xudoga shukr, oyoqdan mana shu yana hali qo'yish kerak. 3 kunda bildirdi. Bugun 5-kuni. 5-kuni. Yengil bo'ldi oyog'im. Oyoqlarim muzlab ketaverardi oyog'imda. Orziqul akani bu elektron mahsulotni sotib olganiga o'zi 5 kun bo'ldi. O'sha 3 kunda natijasini sezgan, bizga aytgan. Mana 5-kunda biz mana uyga kelyapmiz. Jizzax viloyati Forish tumanining Osmonsoy qishlog'iga kelyapmiz. O'zi bu nima deydigan bo'lsanglar, mana elektron mahsi bo'ladi. Bu yerda mana graduslarini, minutlarini qo'lda nastroykasini qilib, mana ikkov mahsiga to'k ulanadi. Va ichidagi giyohlari oyoqda davolash xususiyatiga ega bo'lib, qizdiradi va giyohlari oyoqqa ta'sirini o'tkazadi. Agar bu giyohlari yo'q bo'lsa, shunchaki qizdirishni o'zi 3 kunda shifo topishga sababchi bo'lmaydi. Chunki mana o'zingizlar ko'rib turibsizlar, mana pechkada necha kunlab qizdirilgan, hech qanaqa foydasi bo'lmagan. Hozir mana buni ichidagi turli xil giyohlari orqali shu natijaga erishilyapti. Bu elektron mahs haqida to'liq ma'lumot olishni xohlasanglar, pastdagi raqamlarga o'zbekistonliklar uchun ham, qirg'izistonliklar uchun ham WhatsApp nomer, primoy nomer qo'yamiz. Bemalol telefon qilib ma'lumot olishingiz mumkin bo'ladi. Buni O'zbekiston ichiga yetkazib berish bepul. Qayergacha olib kelib berishdi buni? Buni uyga olib keldi. Uygacha olib kelib berishdi. Uyga keldi. Oldindan to'lov qilmadingiz, to'g'rimi? Yo'q. Oldindan to'lov qilinmaydi. Qachonki qo'lingizlarga bu mahsulotni olgandan keyin ko'rib, tekshirib olib, keyin to'lov qilsanglar bo'ladi. Hozir shunchaki pastdagi raqamlarga qo'ng'iroq qilib, ma'lumot olsanglar bo'ladi. Buni ichida nimalari bor o'zi, nimalarga foyda beradi, hammasini siz telefon qilib ma'lumot olgan bo'lsiz. Ha, ma'lumot oldim. Dengiz o'ti bor dedi, dengiz tuzi bor dedi. Keyin birinchi kuni qo'ygan paytim oyog'im lup jizilladi-da. Men aytdim, bu to'k uryapti, o'chir dedim. Yo'q, u dengiz tuzi shunaqa bo'lar ekan. Ha, achishtiradi. Achishib bir balalar bo'ldi, uchlari oyoqlarim bir balalar o'chir bo'lmadi dedim.
Keyin yana boshqatdan qo'yamizmi deb ochib ko'ray desam, уже suv bo'lib ketibdi-da. Terlagan. Terilib ketdi. To'xta, yop dedim, bu dedim, qizdiryapti ekan dedim. Yana qo'ydik. Ikkinchi kuni ham lup o'tyapti-da. Gaplashib o'tirsam sezilmaydi-da. Gaplashmay shunda e'tibor qilsam, boyagi joylar gup qilyapti-da, tortyapti. O'zingizga ham yoqishni boshladingiz. Ha, yoqayapti-da. Ha, buni dedim ta'sir etyapti dedim. Уже 3-kuniga уже tizzalar boshqacha bo'lib boshladi. Keyin og'aynilarga aytgandim, shunaqa olyapman deb tanishlarga, qanday bo'lyapti? Zo'r bo'lyapti. Mana bugun 3-kun dedim, tizza yo'q. Men boraman qo'yib ko'raman dedi. Ke qo'yib ko'r dedim. Shu deb gaplashib qoldi hangama qilib. Shundan keyin sizlar telefon qilib qolasiz. Qanday bo'ldi? Bo'lmasa ekan bo'lsa qaytaring dedi. Shunda Orziqulga olishga ikkilanayotganlar ko'p. Ularga nima deysiz? Ikkilanib olsammikin, olmasammikin degan. Yo'q, zo'r ekan, olaverish kerak. Zo'r ekan, olaverish kerak. Firma yaxshi. Mana shunday zo'r ta'sir qildi, men kutmagan edim-da. Mana Rossiyaga ketaman deyapti. Men Rossiyaga ketishim kerak. Kemadan tayyor har oyoqda o'ylayman-da, ketishni o'ylayman, to'xtataman. U yoqqa borsam, u yerda kim meni yetaklaydi, kim meni yoqqa olib boradi deyman yana. Bultirga ishimga qo'yaman, qo'ymaydimi deyman-da, ikkilanaman yana. Keyin hozir mana tavakkal qildim-da, buni oldim, Xudoga shukr. Yaxshi, rahmat sizlarga, rahmat. Mana ko'rdilaringmi? Oyoq mana bukilib, mana bemalol bunaqa bo'lmasdi-da. Bunday qilsam, tortilmay unaqa qilar edim. Bitib qolardi oyoq. O'tirgan paytim qaytmasdi orqaga bunaqa. Xudoga shukr, endi bundan yana bundan ota-onasini oyog'i og'riyotganlar ko'p-da, bizni ko'rayotganlar orasida. Ularga nima deysiz? Ota-onasiga olib berishsin. Olib berishsin. Ota-onalaringiz bo'lsa, tim bo'l, olib beringlar. Duosini olishsin. Duosini olinglar. Bu juda ajoyib narsa ekan. Agarda men o'yladim, YouTube'da eshitdim, qo'yib kiyib uxlayapman dedi bittasi aytdi. To'kdan uzib qo'yib o'zini kiyib uxlayapman. Kiyib uxlayapman dedi. Mana haligisi borib, belga bog'laydigan. Yopishtiradigan. Keliningizga beruvdim, bittasini yopishtir deb. Qizdiribdimi rosa? Qizdirib shamollashini oladi. Ha, shamollashini olib, yechib tashlab, bu qo'yib yur buni dedim. Qo'yib yur, bir kun to'liq qo'yib yur. Yengillashib qolibdi dedim, unaqa yengillashib qoldi dedi belimni. Sen yana qo'yir, bu yerda dengiz tuzi bor, dengiz o'ti bor. Bu yerda mana biz olib kelganmiz, undan ham bu belga yopishtiradigan plaster bo'ladi. Buni tarkibida ham giyohlari bor. Bu grijaga ham yordam beradi, bel og'riqlariga poni yordam beradi. Va bu yerda yelkaga, bo'g'imlarga, bo'yinga yopishtiradigan bo'ladi. Bu alohida. Bundan foydalandim men. Albatta, mana ikki xil yopishtiradiganlari ham paypoq bilan birgalikda qo'shib beriladi. Albatta, olinglar, ko'ringlar foydasini. Ota-onasiga olib bermoqchi bo'lganlar hech ikkilanmasdan olib berib, ota-onalar duosini olinglar, kam bo'lmaysiz. Ha, xudo xohlasa yaxshi bo'lib ketadi. Hammasi zo'r ekan. Men lekin yana sanatoriyaga borganimda bo'lmasdi deb ko'zim yetmay yuribdi. U yerda meni osti ham blokada qildi, unaqa edi. Blokada qildi. Mana yerdan blokada qildi, yaxshi bo'ladi dedi. Yomon xarajat ham mayli-ku, lekin tuzalmadi-da oyoq. Vaqt ketadi, odam umri ketadi, umidi so'nadi. Shunday bo'lmas ekan. U vaqtincha mana bu tabiiy ekanda. Shunday. Hech narsasiz mana men oyog'im mana dasturxonda hech qanaqa bir ukol dori yo'q. Mana bunaqa o'tira olmasdim mana. Hech qanaqa ukol dorisiz. Mana turyapman. Xudoga shukr deyapman. Bolalar ham xursand hammasi. Maşallah. Ko'rib xursand bo'ldik. Mana Orziqul akamizni o'zidan mana jonli misol ko'ryapsizlar. Yura olmay qoldim, o'tirsam tura olmay qoldim deyishyapti. Mana hozirgi holatini o'zingizlar ko'ryapsizlar. Bemalol pastdagi raqamlarga qo'ng'iroq qilib, WhatsApp orqalidir yoki Primo orqali aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Uylargacha, qo'linglargacha yetkazib beriladi. Ko'rib, keyin to'liq qilsanglar bo'ladi. Eng qizig'i buni faqat bir kishi emas, oiladagi 3 kishi foydalansa ham bo'ladi-da. Shunaqa ekan. Shunaqa. Inshaalloh sizlarni barchalar qo'ng'iroqlar kutamiz. Siz qaysi viloyatdan bizni kuzatyapsiz? Pastda kommentariyaga yozib qoldiring va agar Orziqul akamizni holati sizga quvontirgan, xursand qilgan bo'lsa, like bosib qo'yasizlar va bu videoni oyog'i og'riydigan tanishlarga jo'natib qo'yinglar. Assalomu alaykum.